Mana shu katta g'ovdasiga necha litr rasxod qiladi deb o'ylaysiz? Nari borsa 5 litr, 6 litr rasxod qilar ekan. Ha, adashmayapsiz. Shundoq katta g'ovdasiga nari borsa 6 litr benzin rasxod qiladi. Jeep Wrangler Rubicon, ya'ni 380 ta ot kuchi bor, 2 litrli twin turbo yetmaganiga gibrid. Ham gibrid yursangiz bo'ladi, ham tokda yursangiz bo'ladi, ham benzinda yursangiz bo'ladi. Ushbu mashinamiz 27 ming kilometr yurgan, 22-yil polnisti broneplonkada turibdi. Ikki raskasi ham top toza. Seriozli odamlar haydaganmi deyman, juda katta pul tiqilgan. Ya'ni Dubayga o'zida 4x4 tuning bor ekan. O'sha yerda o'zida usulinning hadovoylarini boshqatdan polni chiqilgan, balon diskalar taqilgan, mana bu libetkalar taqilgan mashinalarning o'zi talon pul turadi. Mashinaga taxminan 30-40 ming dollar atrofida polni usrit qilib, ya'ni off-road uchun mo'ljallangan. Bu hech narsa qilinmagan, oddiy shu Rubiconning o'zi turgan mashina balkim 70 ming, 65 ming, 80 ming dollargacha turib yurganlari. Mana men sizlarga tayyorini narxini yumshoq narxga ko'ndirib qo'ydim. Salon holatlari ham juda yaxshi bo'lib turibdi. 27 ming yurgan mashina-yu. Даже mana bu akustikasigacha yig'dirib chiqishibdi. Bu mashinalarning funksiyalari bor. Bitta balon aylanib turadi, qolgani tormoz bosib turadi, 3 tasi aylanadi, bittasi tormoz bosib turadi. Xullas, blokirovkalarigacha bor. Menimcha kimdir bugun yo ertaga shu off-roadchilarning jamoasiga qiziqib qo'shilib olsa kerak. Narxi bilan qo'yamiz. Narxi 89.500 dollar. Egalariga telefon qilib, gaplashib, maslahatlashib, tekshirib